Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi, Savud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. O'rda ichi shamolsiz kechidek jimjitlik cho'mdi. Kishilarning tiniqlari to'xtab qolgandek bo'ldi. So'zining ko'pchilik qattiq ta'sir qilganligini bilib yetgan Mirza Abubakir taxt ustida o'rnidan turib dedi: "Shahoni Kukuldash bosh vazirim bo'ladi." Kayk soqol, kim xotin kiygan bo'yliq bir kishi arkonlar ichidan so'g'urilib chiqib, yerga bosh qo'ydi. "Adolatlik sultonim, Alloh toju taxtlarga rahmat ato qilsin. Shohdoni Kukuldash iste'dodli arbob Sultan Ahmad Xonga vazir bo'lgan chaqdirda o'z qobiliyatini joriy qildira olmay, ishchi qilib kelganligi Peqirga uzundan beri ma'lum edi. Andi karomat ko'rsatib, toju taxtimizga zinnat bergisi. Bosh ustiga Shoh sultonim. Joy olsunlar." Shohdon Kukuldash qulluq qilganicha egilib berib, bosh vazirlik kursida o'tirdi. Sardar Muhammadbekning Sultan Ahmad Xonning amir lashkarishganligi avomga ma'lum. Sultan Ahmad Xon o'z ilini kengaytish, qudrat topqizish ko'ydi bo'lmag'ach, Sardar Muhammadbek o'rda qamilib qolgan edi. Amdi uning xizmat ko'rsatadigan toju taxtimizga shon-sharaf keltiradigan payti yetib keldi. O bugundan boshlab mening amir lashkarim ham vazirim bo'ldi. Mirza Abubakir so'zlayotganda arkonlari ichidan 7 ta'zim bilan pukilib chiqqan Muhammadbek taxt oldiga kelib bosh qo'ydi. "Qulluq Shoh sultonim, Peqirning jon pidoligi oliylarni rozi qilsa o'lsammi ormonda ketmagayman." "Joy olsunlar." Uning ta'zimda egilib borganicha vazirlik kursidan joy oldi. Ya'ni kimni chaqirarkin deb har qaysilari katta ta'na bilan yerga qarab turishardi. Mirza Abubakir o'ziga sodiq deb bilgan amir sardarlardan yana 7 kishini o'ziga vazir qilib tayinladi. Muhrdor, Sarmoyshi, Divan begi, Ordi begi, Yasavulla begidan tartib podshoh kaptarxonasining boshlig'igacha bo'lgan harbiy va milkiy amaldorlardan 67 kishini belgiladi. 27 kishiga amir sardor beg nomini berdi. Ikki qo'lini duoga ko'tarib turgan Hotam shohni qozi qalan, goh sarg'ayib, goh tatirib, olib bo'lib turgan Emir Vali tog'oyini ishik og'isi deb e'lon qildi. 3 kundan beri to'xtamay davom qilgan qo'rqinish istiriki uning vujudidan amdi ko'tarilib, yodongu chiroyida xushomat ko'kisi paydo bo'ldi. Mirza Abubakir shohlik qasdini tutib o'ltirdi. U qanishni g'ilotdan sug'armay turib, haybi bilan podshohlikni tortib olgan g'olib sarkarda edi. Yuraklari amdigina o'rniga tushgan amir arkonlar yana qandoq yorliq tushirdikin degan o'yda uningga tikilgan edi. Nimanidir o'ylab Mirza Abubakirning qo'shuvini tirildi. Ottab o'shgandek chiroydan tabassum yo'qoldi. Sardor Arslonbek, Mahmudbek, Mansurbek, Abdulmalik balasi, G'iyosiddin Qashqari, Abdulmejid Mo'g'ul oldimga kelish. Ismi atalganlari bir-birlab taxt oldiga kelib bosh qo'ydi. Ularning chiroyi sarg'ayib, vujudi titrakdan lag'ildab turadi. "Halla!" deb uni xitob qildi Mirza Abubakir. Sultan Ahmad Xonning sodiq amaldorlari turug'liq, nemish qo'ning bilan ketmay bu yerda qilishdi? Oliylarning taxt poyinlar ostida sadoqat bilan xizmat qilish uchun. dedi Mansurbek soqolsiz sidam emaklari kosildab titragan holda. Boshqalarning demi ichiga tushib ketgan edi. O'z podshohingga sadoqat ko'rsatmagan yerda men qanday qilib sadoqat ko'rsatsan? Soyillar ostida. Mirza Abubakir ochiq ko'rdi.
Aytqana, senin ko'chadagi ishdan qandoq farqing bor? Kim bir parcha ustixon tashlab bersa, onun quyruq shipanish deb jinni boqidi. Sanni shundoq jon beqish qo'yib kelsan-da, men buni yo'l qo'ymayman. Kunlarning birida much o'ltirganlardan biri mendan podshohlikni tortib olsa, shubhasiz sen yana uning oldida quyruq shipangishsan. Men qilish tanglaysan. Sendan na shoqqa, na fuqaroga hech qanday foyda tegmaydi. Turalg'us yo'q ishqdas qadamingning o'rdamni maynat qilishiga yo'l qo'ysam, Alloh meni kechirmaydi. Jallod! Podshohim, gunohimni kechirgaysizlar. Dedi beshini yerdan ko'targan Mansur Bey tizlanib oldiga menib. Rostini ayt, Sardor. Dedi Arslan Bey o'rnidan dast turib. Uning qizg'ush bo'msaqli titrab ketdi. Bizning ishdan farqimiz yo'q. O'z shohimiz xiyonat qildi. Uning beshi kun tushganda uningdan yuz o'rdi. Mansab amalida oldinlarni boshlaydi. Bizga o'lim haq. Bu so'zni anglagan Mirza Abubakirning yuzlari chimildab, qoshlari ko'tarildi. Hamda u ostiga tayanib o'rnidan turdi. U oldida bosh egib turganlarning hammasi ishtimijaz emasligini, ularning ishida fikr qilg'uchi oqillarning borligini bildi. Aslida u bularning hammasini ishtimijazga chiqarayotgan edi. Uning nazarida fikr qilg'uchilar, bo'libmi qarshi fikr qilg'uchilar intayin xatarli odamlar edi. Bularni cho'qim o'ltirish, o'zining odil, mardonlikni ko'rsatishda xatarlik bo'lmagan bir qism mijozlarning boshlarini kesish, avomga kuch ko'rsatish, besim ishlatib cho'chitish zarur edi. Shunga Mirza Abubakir hech bir ikkilanmasdan oldida bir qancha jallod bilan hozir bo'lgan qo'shqar yasovulga buyurdi. Bularning besh kesilib, sadoyi qilinsin. Bosh ustiga shohib. Sardor Arslan Bey boshliq 7 kishining yelkalaridan qomat tutgan jallodlar ularni so'zlashga qo'ymay so'rab elib chiqib ketdi. Bosh vazirlik o'rnida o'ltirgan Shahdona Kukuldashning chiroyi samondek sarg'aydi. Amir Muhammad Bey gaz bog'lab ketgan qilin qalpikini qattiq tishladi. Amir Vali tog'oyi yana titrab tushdi. Chunki bosh egib kelganlardan yelili o'limga hukm qilinganlar bular uchun qo'rqinchli ogohlantirish edi. Mirza Abubakir sapsilib bularning ruhiy holatidagi besaramchilikni bayqagan holda kulimsirab so'radi. Sultan Ahmad Xondan ayrilib, Yarkentda qolgan amir sarkarlardan huzurimga kelmagan ikki odam bor. Ali Sardor bilan Xo'ja Muhammad Sarvari. Ulardan qavrullar bormi? Qizg'ish nur chaqnab turgan ko'zdan o'zlarini qochirib, o'rniga mixlanib qolgandek o'ltirishgan Shahdona Kukuldash, Amir Muhammad Bey, Amir Vali tog'oyila nima deb javob berishni bilmay yerga kirib ketgandek bo'lishdi. Xudo davlat ustiga davlat ato qilg'ay sultoni. Xazinasi deb o'rnidan turdi. Vazirlik tayinlangan Abdulla Danish ikki qo'lini saqla bilan yeyib turgan ko'ksiga qo'yib. Ishlar orsidagi gapga qaraganda Ali Sardor Qashqarga ketganmish. Tunigundan beri qarshi ko'rinmaydi. Xo'ja Muhammad Sarvari uyda bo'lsa kerak. Bu gapga quloq tutmagandek miyiqida kulib o'tirgan Mirza Abubakir Vazir Vuzra Amir Arkallohga to'n tartilsin deb yorliq tushirdi. Yeni tayinlangan xazina begi Sulaymon Davroni burunni tayyorlik qilib qo'ygan bo'lsa kerak, patnus qo'yilgan rang-rang kiyim Abdullani mulozimga ko'tarib elib kiradi. Eng avval bosh vaziri Shahdona Kukuldashga zari qiyoqlari jo'nalab turgan yipak to'nni kiygizdi. Ondan boshqalarga o'z amaliga yarasha to'n yapdi. Hammaylar o'rinlaridan turib, podshohning bu marhamatiga madhiya o'qiyotganda o'rni darvozasini kirib tizlandi. Shoh sultonim, Xo'ja Muhammad Sarvari kelgan ekan, oliylar bilan ko'rishiman deydi. Mirza Abubakirning illiq chiroyi optib o'shgandek so'rin tus oldi. Kirsin deb Shahdona Kukuldashga ko'z ishorasi qildi.
İttik o'rnidan turgan bosh vazir ishq og'isi Amir Vali tog'oyining hamrohligida divonga chiqdi. Bir pasdan keyin o'rda darvozalani G'oji Muhammad Sarvariyni boshlab kirdi. Assalomu alaykum. G'oji Muhammad Sarvariyning chiroyidan tamkinlik va o'ziga ishonganlik chiqib turardi. Va alaykum assalom. dedi Shahdona Kukuldash uning mardona nazaridan o'zini qochirib. Amir Vali tog'oyining demi ichiga tushib ketdi. Mirzo o'rdidimi? So'radi u mansitmagandek qilib. Mirza kim bu savol ko'ngliga tushgan Shahdona Kukuldash o'ylab turib qoldi. Nima deb javob berishni bilolmay o'zidakli tengorqab qolgan Amir Vali tog'oyidan so'z kutib soqollarini siqindib qo'ydi. Men Mirza Abu Bakrni da'vatiman. deb so'zini takrorladi G'oji Muhammad Sarvari. Qani, eysila. Sultonimiz javoblarini kutib turibdi. deb javob berdi Shahdona Kukuldash tili tutilib but kabi zo'g'on surmay turgan Amir Vali tog'oyiga umid qarab qo'yib. Mirza meni kutib turgan bo'lsa men kerak. G'oji Muhammad Sarvari ta'addi qilib dimiqini qeqib qo'ydi-da, qasr oliga qarab dadil qadam tashladi. Anglavatqaninglar bir qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 4-bab. G'oji Muhammad Fizoliddinning tasallisi. Patnus va masjiddan ko'tirib yeni qadam tashlab kirib kelgan Mastura oyim xumurdagi ikki tuxum aralashtirilgan sut choyga bir to'qash nonni chilab G'oji Muhammad Fizoliddinning oldiga qo'ydi. Taqsirim, qo'saqlar echib qolgandi, choyga marhamat qilsalar. Vaqt qaysi chaq bo'ldi, xotin? Quyuq uzun qashir ostidagi o'ltirishib ketgan qopqini orda qo'llari bilan o'lab, yostiqdan beshini ko'targan hazirdan ma'nili kulimsirab Mastura oyimga yo'la degandek ko'z ishorati qildi. Vaqt chashki bo'ldi, taqsirim. Namoz bomdoddan kiribla uyquga ketgan edilar. Izmlar etilmagan uzun nimchisidan Levan qomat ko'tarilib turgan bu go'zal cho'kan Hazratimning 4-xotini edi. U qo'y ko'zlarini o'ynatgan holda yukinib turib, avval Hazratimning dumbisiga lig'ildab turgan ko'ksini yiqib, ondan ikki qo'ltiqidan yulab o'ltirg'ozdi. Abballi xon, dedi G'oji Muhammad Fizoliddin kuyingan holda. U amdilatin 25 yoshlarga kirgan bu chiroyli xotinini boshqa 3 xotinga qaraganda nihoyat yaxshi ko'rib, xon deb atab e'tiborlaydi. Taqsirim, choy suvib qolmasin. Xon damlab kirgan choy suvib qolmaydi, dedi hazratim ma'nili holda xirildab. Har ish vaqtida bo'lmasa qiziq qolmaydi. Darhol javob berdi Mastura oyimning nimagido imo qilib. Hazratim kulib selib og'ziga olgan nonni purqib tashladi. Sharandoz. Mana demidimmi taqsirim, eg'izlarda tomoq turmas bo'lib qopti. Janobi Alloh keram, quvvat ato qilg'ay. Mastura oyim 70 yoshdan oshgan bu erga kinoya qilib, xuddi hasalga qo'l uzatgan kishiga nashtar sanjigan haridek uni shu an chaqib oldi. Denishchiga tushib o'ltirib ketgan G'oji Muhammad Fizoliddin bir qo'liga xo'mirni oldida birdamdila uni quruqlab qo'ydi. Alhamdulillah. Xo'mirni qo'yib duoga qo'l ko'tardi. Ko'pning qatorida rizqimni ziyoda qilg'aysan. Amin. Allohu akbar. Mastura oyim dasturxonni yig'ishtirib turishiga mehmonxona eshigi asta chekildi.
Hazratim xotiniga ko'z ishorasi bilan ichkirgi uyga kirib ketishni buyurib, yostiqqa yo'landi. "Qani, marhamat." Dilqut xazinasi. Malli tun kiygan dumchak bir odam eshikdan kiribla yukinib o'ltirdi va tizlari bilan o'milab mengib Hazratimning oldiga keldi. Bu G'o'ja Muhammad Fizoliddinning xos mulozimlaridan Xotan viloyatidan pirning xizmatiga bel bog'lab kelgan Ro'za Sopim edi. "Ey marhamatlik pirim, podshoh hazratlari bu so'g'imiz oldiga keldi. Xabar qilmaganmi? Astag'firulloh." G'o'ja Muhammad Fizoliddin oldirab o'rnidan turdi. "Marhamatlik pirim, shoir Oyozini oldin alatgan ekan. U xon hazratimning kelayotgani to'g'ri o'zlariga xabar qilishimni aytib, itkopxonda qoldi." dedi Sopim, uning qop-qora kak soqoli titrab ketdi. "Ha, mundoqda, undoq bo'lsa, itkopxonaga hozir chiqaman." Hazratim chiqib ket degan ma'noda Sopimga ishorat qildi. Sopim tizlanib, orqasicha yenib, eshik oldiga kelgandala: "Yo mahshandi bepirim!" degenicha o'rnidan turib chiqib ketdi. Mastura oyim ishkirga uydan chiqdi. "Labbay, jandi tumimni kaygizib qo'ysana xon," dedi Hazratim qo'llarini yeyib. Mastura oyim ishkirga uydan janda va oq-dog salla o'ralgan quloqni elib chiqdi. U avval jandani, ondan quloqni kiygizdi. "Sulton Ahmadxon Yorkantdan qaytib kelibla, mendan o'zini qochirib yurgan edi. Ala bugun kelishida biror savab bo'lsa kerak. Sulton teha yosh, iloho o'zing panoh bo'lg'in." G'o'ja Muhammad Fizoliddin ko'nglida iltijo qilib eshik tarafga mangdi. Zavol vaqti. Osmon yuzini suriq qora bulutlar qoplab olgan edi. Kashkuzning sovuq shamli suvi tortilib qirg'oqdan xilili tuvallab eqiyotgan Oqsuv daryosida sanoqsiz chim-chim paydo qilib, yeniq shildirlab turgan daraxtlarning yaproqlarini qo'ymay to'kmoqda edi. Shahar ko'chasi g'azon bilan to'lib ketgan edi. Shu topda amir arkonlari bilan ketayotgan Sulton Ahmadxonning chiroyi xuddi havodek tutib edi. Taqdir ma'lum imonchi rahimsizlik qiladigandı. Qo'l ostimdagi bir lashkar beshi taxtimni tortib olib, Yorkantdan meni qo'g'livatdi. Oqsuvga kelganimdan keyinmi oromlik bo'lmayotdi. Akam Sulton Mahmudxonning bir ko'zi menda bo'lsa, yana bir ko'zi o'z toju taxti xavf yetkazib turgan Farg'ona Xorason tarafda. Tinch emas. Yomon bo'lgani Mirzo Abubakri kundan kunga kuchayib, Oqsuvni yutib berish qo'ydi bo'lmoqda. Nima qilarimni bilmay qilyapman. Xudoyo Parvardigoro, ojiz qulonga o'zing madadkor bo'lgin. Pirim G'o'ja Muhammad Fizoliddin hazratimning muborak ko'ngillariga selib, yaxshi maslahat bergizgaysan. Peqirni unumlik chora tadbirga ega qilg'aysanki, bakmi ojiz keldi. To'ruqning qattiq pushqirishi uni xiyol daryosidan umid qirg'ig'iga chiqardi. Ko'z tikkan yerda G'o'ja Muhammad Fizoliddin hazratim xoniqasining darvoza peshtoqlari ko'rindi. U ittik yo'rg'ilab ketayotgan etining tizginini tortib, sal ostaladi. Assalomu alaykum Shohin shohim. Muborak qadamlari Peqirning g'ayribxonasini obod qilg'oy. Yiroqdan paypaslab yetib kelgan G'o'ja Muhammad Fizoliddin otdan tushayotgan Sulton Ahmadxonga ta'zim bajo keltirdi. Va alaykum assalom pirim. Hazratlarining didori Peqirning uzilmas umidini ulug'chirishda, o'chgan orzu chirig'ini yondirg'uchi xosiyatlik mashaldir. Qulluq shohim, g'ayribxonamga marhamat qilg'aylar. U oqsalla o'ralgan beshini sal egib, ostini to'qildatib oldida mandi.
Onun kömüşdek parqaraq saqali bütün tenini orab turgan məlli ton üstüdən kökürkini besib turatdı. Etkabxanadan aldığı yükürüp çıqqan Ayazi bir yanda təzimdə turdu. Sultan Ahmad Xan qarangı dalandan ötüb etkabxanaga keldi. Hoca Muhammed Fizaliddinning tördiki mamut yekenbaz üstüde yükünüp oturup qoyuq qaşır astidagi o'qishninkidek sirliq ko'zini Ahmad Xonga tikdi. O pir ustozlik salobati bilan: "Marhamat sultan. O'ylamagan edimki, olilari Yorkentdan bevaqt yenib ketdilar", dedi xirqirab. Ahmad Xonning qara qoshlari sal ko'tarilib, manzi zilladi qizardi. "Pirim hazratlari afu qilsinlar kim? Peqir Mirza Abubakr ustidan dod aytib keldim." Hazirdan oppoq saqlani bir sepib qo'ydi. "Ey xon hazratlari, garchi sizlar yosh bo'lsa-mu sulton degan muborak nomlari bor. Ori hazrat pirim." Asta javob berdi Ahmad Xon, yo o'ri turishni, yo yekan ustida o'ltirishni bilolmay. Hazirdan o'ltirishga taklifmi qilmay, savolni davomlashtirdi. "Sultonim, otinlarning ism sheriflarini asligayla. Bu nim deganlari taqsir. Atamning Mo'g'uliston podshohi Yunusxon ekanligi butun dunyoga ayongo. Ari, tirikmay javob bergayla sulton. Peqirning pirlari ekanligimni unutib qolmasinlar. Xudo saqlasin pir ustoz. Xo'sh, bu o'nlarning ism shariflarini deb baqsunlar. Mo'g'uliston shohi Uvaysxon. Uvaysxonning otasining nomi Sher Ali Xon. Onun otasining nomi Sultan Muhammad Xon. Onun otasining nomi Xizr Xo'ja Xon. Onun otasining nomi Chag'atay naflarining dastlab islomni qabul qilib g'azot qilgan To'g'liq Temirxondir pirim. Barakalloh, barakalloh balam, o'ltirg'ayla. Hazreti Hoca Muhammed Fizaliddin pirim Ahmad Xonga yenidan joy ko'rsatdi. Shuhratlik oti bo'g'illarining nomi asrda chiroqdek ro'shan turibdi sulton. Uning bu so'zda qattiq ta'addi bor edi. U ig'ir tinib berib so'zini davomlashtirdi. Oliylarning Yorkent diyoriga xon bo'lgan, bir qancha yildan beri yurtni obod qilgan, avomni hur turmushga yetaklagan muridim ekanliklari menga ayon. Nazar Mirzaning Sulton Abubakr tarafidan qatl qilinishi baxtni echinishliqdir. Peqir buningga chidolmay qolyaptimi? Ustozim, ularni, o dana bahodir bo'g'inlarimni unutqinim yo'q. Samimga selib shuni bildirdilarki, men ularga yuz kelanmaydi ekanman. Qachon sulton bo'lgan Peqirni Janobi Alloh qandoq jazo tarsa haq taqsir. Qo'shimsida ikki turk paydo bo'lgan Sulton Ahmad Xonning chiroyidagi qizillik yo'qolib, oqirib ketgan edi. U levini qattiq tishliginicha o'ri turaverdi. Sultonim, o'ltirsinlar. Hoca Muhammed Fizaliddin bir qo'lini yerga terib, pastda o'rnidan turib joy ko'rsatdi. U bir ustozlik martabasida podshohdan ustun bo'lolmaydiganligini, agar sultonning g'azabi tutsa, oyib qo'ymaydiganligini biladi. Shunga tasalli berib so'zini davom qildi. Taqdir rahimsiz. Toju taxtlarni tashlab Yorkentdan qaytib kelishlarida hamma gunohni o'zlariga ortishga bo'lmaydi. Tushgan ruhlarni ko'tirish, yerim ko'ngillarni to'ldirish uchun bayobat gaplarni qildim. Ortiqcha hasrat chekib yurmusunlar. Otinri Shohi Jahon Yunusxon o'z taxtida barqarordirki, Mirza Abubakrning bo'yin toliqiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Pir ustoz, men barhaq so'zlarni eg'ir olganim yo'q va ko'nglimda boshqa tuyg'um yo'q. Ammo Shoh otam mendan xafa bo'lib qolarmi? Mush andisha Peqirni parokanda qilmoqda.
dedi Sultan Ahmadxon qo'l ishorati bilan o'ltirmaydiganligini ifodalab. Pekar atamning kutgandan chiqolmadim. Shuning uchunmi achchiqlanaman. U aksi Sultan Mahmudxonning buni ikki misra she'rini ko'nglidan o'tkazdi. Ahli olam birni olamdan vafo topmas kishi. Ey xush ol azodi kim olam ila yo'qdir ishi. O'z ko'nglini xush qilish bilan bo'lib, olam bilan ishi bo'lmagan odam qandoqmi podshoh hisoblansin. Men hargiz unda qila olmaydimman. Atam doim elning g'imini yeb, Mo'g'uliston, Xorason podshohlari orasida obro'y qozongan. Sultan Ahmadxon otasini o'ylab, uning xonliq taxtga qandoq chiqqanlik to'g'riliq deb berganlarini esiga oldi. Yunus xon Mo'g'uliston xoni Uvays xonning cho'ng o'g'li bo'lib, Hijriya 808-yili Olmaliqda tug'ilgan edi. Uning o'zidan 2 yil keyin tug'ilgan enisi Esan Bug'axon go'daklik vaqtidan tartib o'ktam Azazul edi. Nazliq kichik xotinidan bo'lgan bu o'g'liga otasi bakrak amroq edi. Nima desa, shuni tayyor qilg'izib beradi. Bo'yliq bo'lsa-mu, yavash kamsiz aksi Yunus xonning qo'liga nima tushsa, enisi shuni tortib oladi. Dadasi Uvays xon vafot bo'lgandan keyin xonliq taxtida Yunus xon o'ldirish kerak edi. Ammo va'da qilib hurmati ustun amir vazirlarni o'ziga qartib olgan Esan Bug'axon Mo'g'uliston taxtiga chiqib, aksini Olmaliqdan qo'g'lab chiqardi. Yunus xonga bu qattiq alam bo'ldi. U ikkinchisini o'g'li Abdul Aziz Mirzaga elib bergan Samarqand podshohi Ulug'bekni panoh tortib, o'zini qo'llaydigan Barin qabilasining tuman begi, Erzanxon bilan Jo'ras qabilasining tuman begi Mirak Turkmanxonni 3-4 ming o'ylik xalq bilan Samarqandga elib bordi. Lekin Ulug'bek Esan Bug'axonni yo'qlaydigan kelinining so'ziga ishinib, Yunus xonga iltifot qilmayla, balki uning bilan kelganlarning bir qismini asir oldi. Qolgan qismini har qaysi viloyatlarga tarqatib etdi. Yunus xonni bo'lsa bir qism mulozimlar bilan Xorason podshohi bo'lgan otasi Shahruq Mirza qishiga avatib etdi. Shahruq Mirza amdili 18 yoshga kirgan adablik bu yigitni yoqtirib qoldi. Yaxshi tarbiya topsin deb uni Mavlona Sharifiddin Ali Yazdiga shogirdlikka berdi. Uning qo'lida 12 yil o'qidi. Ustozining asarlar to'plami Muamma Tarazini o'qitla qolmay, balki yana uning Hilal, Zafarnoma qatorliq bir qancha asarlarini o'qib chiqdi. Hammadan bak Saidning Gulistonini yoqtirib qolgan edi. Arabcha, Farschani pishib bilishi, uning ilm tahsil qilishida Farabi, Ibn Sino asarlarini o'rganib, mutolaa qilish uchun emas, Fars va Arab diyorida sayli sayohatda bo'lish uchun yo'l ochib berdi. Yunus xon Shahruq Mirzaning da'vati bilan uning Shirozda hukmron bo'lib turgan o'g'li Ibrohim Sulton Mirzaning yoniga kelib, oz vaqt o'rda xizmatida bo'ldi. Baxtga qarshi Ibrohim Sulton ushtum tut boqiy olamga safar qildi. Taxtga o'g'li Abdulloh Mirza o'tirdi. Yunus xon uning xos navkari bo'lib, Shirozda 18 yil turib qoldi. Orliqda Iroq, Sham, Makka, Madina, Misr taraflariga berib, haj qilg'ach sayli sayohatda bo'ldi. Bu chaqda uningga so'g'uq muomalada bo'lgan Ulug'bek Mirzaning o'g'li Abdullik Mirza tarafidan shahid qilinganligi Iroqda anglab Shirozga qaytib kelganda otasini qatl qilgan qotilning o'ldirilganligidan xabar topdi. Uning zehnimi ko'zimi echilib, olim va siyosiy arbob bo'lib qolgan edi. Yurt ilini seg'ingan Yunus xon Sultan Abdullah Mirzaning yuqori mansab va'da qilishiga qaramay Samarqandga qaytib keldi. U Esan Bug'axonni og'ir mag'lubiyatga uchratgan Sultan Abu Said Mirzaning hurmat bilan kutib olishiga erishdi. Mo'g'ulistonning xoni bo'lishni Alloh sizga mansub qilgandek turadi. Abu Said Mirza uni yeniga o'ltirg'izib, Mo'g'uliston Esan Bug'axon qo'lidan namratlashib ketdi. U adab qo'shinlarning yeriga hujum qilib, g'alaba qila olmay qolmasdan, nurg'un navkarlarning qirilishiga, xazina boyliqning qo'rishiga,
xonliqning yildan-yilga ojizlab ketishiga sababchi bo'ldi. O'z holiga boqmay zaminimizga bostirib kelgan. Bu men onun obdan jazosini berib, ikkinchilab kishining yeriga oyoq bosmas holga tushirib qo'ydim. Anlasam bugun Mo'g'uliston xalqi uningdan bezor bo'lib yo'lingizga ko'z tikib etibdi. Lashkar desangiz qanchalik kerak bo'lsa shunchalik beray. Mo'g'ulistonga bering Yunusxon. Alloh sizga nusrat ato qilg'usi. Yunusxon 2 kundan keyin birmuncha lashkar bilan Mo'g'ulistonga qarab yo'lga chiqib, 2 haftadan keyin Olmaliqqa yetib keldi. Yunusxonni har qaysi Mo'g'ul qabilasining tuman beylari, Eson Bug'a xondan ko'ngli qolgan bir qism vazir, amir, bey, sardarlar yurt kattalari Olmaliqdan 10 chaqirim yergacha oldiga chiqib kutib oldi. Shu kuni kechasi Mo'g'ul qabilalarining beylari bek bo'lgan Shir Hoji bey qizi Eson Davlat begimni Yunusxonga nikohlab berdi. Atsi bandat namazdan keyin Mo'g'ul tuman beylari bularni oq kigiz ustiga o'ltirg'izib, Yunusxonga taj kiygizib, Mo'g'uliston xoni deb e'lon qilishdi. Bir oydan keyin Eson Bug'a xonni bog'lab elib kelgan Shir Hoji beyning yasobullari uni Yunusxonning oyoq ostiga yotqizib, "Xon hazratlari, darg'asamdiq, bo'g'izamdiq yoki bo'g'ib o'ldiramdiq?" deb so'radi. Yadab ko'zlari ichiga kirib ketgan Eson Bug'a xon aksiga to'g'ri qarayolmay yer qasab yotdi. Yunusxon o'rnidan turdi-da, inisining yanida zo'ng o'ltirib, uning qo'llarini yashdi. "Sen menga dushmanlik qilgan bo'lsangmi, bir otidan to'ralgan qerindishimsan. Seni kechirdim. Yana beshimga qilich chapamsan yoki xonliqimizda ro'noq topqizish yo'lida jon pido qilib, gunohingni yuyamsan. Bu sening ixtiyoring. Kel inim, men seni bir quchoqlab olay. Marhum ota-onamning ruhi xushal bo'lsin." Eson Bug'a xon o'rkirab yig'lab aksining oyog'iga tashlandi. "Peyqirma loyiq inimiz, oldingizda ko'p gunohkor. Uni qandoqmi jazolasangiz arzu qildi aka." Chayonmi bir-birini chaqmaydi. Lekin odamlar bevafo bo'lsa-mu, hammasi nomard emas. Seni afu qilolmasam, qandoqmi u dunyoda Allohning afu qilishiga erisha olayman enim. Turg'in, xonliqimiz uchun halol xizmat qil. Danışmanlarning qotil bilan zinoxo'rning umri ko'ti bo'ladi degani rost bo'lsa kerak. Qur'onni unutib, aysh ishratga berilgan, alning holiga yetmay urush qo'zg'ab qon to'kkan Eson Bug'a xon erkinlikka erishgandan keyin uzun umr ko'rmadi. U sarang bo'lib qolib 3 oydan keyin o'ldi. Yunusxon taxtga chiqqandan keyin xalqdan 3 yilgacha Alloh yasoqni ko'tarib o'tdi. 5 yil ichida Eson Davlat begimdan Mehri Nigar, Qutlug' Nigar, Xo'p Nigar otliq 3 qiz farzand ko'rdi. Bular bir-biridan chiroyli bo'lib, hammasi ohu ko'zlik edi. Xon Badaxshon eliga mehmon bo'lib borganda, bu mamlakatning podshohi Muhammad xonning qizi Shoh begimni nikohiga oldi. Bu nozik badan xotini Mahmud xon, Ahmad xon otliq 2 o'g'il, Sultan Nigar xonim, Davlat Sultan xonim otliq 2 qiz tug'ib berdi. Mehr Nigar xonimni Sultan Abu Said Mirzaning cho'ng o'g'li Sultan Ahmad Mirzaga, Sultan Nigar xonimni 2-chi o'g'li Sultan Mahmud Mirzaga, Qutlug' Nigar xonimni 3-chi o'g'li Sultan Umar Shayx Mirzaga, Xo'p Nigar xonimni Qashqar xoni Muhammad Haydar Mirzaning o'g'li Muhammad Husayn Mirzaga yotliq qildi. Yunusxon O'rta Osiyodagi Chag'atay avlodidan bo'lgan, xonlar bilan Amir Temur avlodidan bo'lgan sultonlar orasida do'stlik ittifoqligini kuchaytirdi va Toshkent diyorini qo'lga keltirib, uni cho'ng o'g'li Sulton Mahmud xonning boshqarishiga, Aqsuni kichik o'g'li Ahmad xonning boshqarishiga bergan edi. Ahmad xon Aqsudan Yarkentga berib, 3 yil o'tmay taxtni Mirza Abubakirga tortqizib qo'ydi. Ustozining gap boshlashi bilan Sulton Ahmad xonning parvoz qilgan xiyol qushi to'xtab qoldi. "Alloh o'zlariga yor bo'lsin sultonim. Janobiy otillari Shohnishoh Yunusxon oliy himmatli mard podshohdir. U bu vaqtga qadar o'zining afuchanligi, ko'ks qornining kengligi bilan butun Mo'g'uliston,
Xurason va Mavara-un-Nahir shohlari ichida hurmatga sazovor bo'lib kelmoqda. Janoblarini Yorkentga yo'lga solg'ini shoh otillari emas, Peqir ustozlari. Xafa bo'lishga to'g'ri kelsa, Peqirdan xafa bo'lsa, Peqirni jazolisi bo'ladi-ki, sizdan xafa bo'lish o'rinliq emas. Amdi Oqsuda xonlik taxtida o'ltirsinlar. Bu haqda bir maktub yo'llab, shoh otillarini Mirza Abubakirning osiyligidan xabardor qilg'ayman. Xo'ja Fizoliddin hazratim o'ltirmay, hassiga taynib turganicha so'zlab ketdi. O'ltirsinlar, pir ustoz. Sulton Ahmadxon Xo'ja Muhammad Fizoliddinni o'rnida o'ltirg'izdi. Peqir o'zlaridan ta'lim olganimdan keyin shoh bo'lish xiyolida ijozatlar bilan Yorkentga bordim. Shoh bo'ldim, uni tortqizib qo'ydim. Bu o'zimning sho'ri. Amdi shoh otam oldiga berib, uning xizmatida bo'lishni xohlab qelyapman. Janoblarining maktubi shoh otamga zo'r tasalli bo'lg'ay. Amdi ijozat bersinlar, qaysam. Oqsuning xonlik taxtida o'ltirishlarini nima uchun shoh otillari xohlamsin sultonim? Zinhor buningdan bo'yin to'lg'imisinlar. Javob bermay sukut qilib turgan sultonga qaragan hazratim dedi. Sultonim, Xorazm podshohi bo'lgan Ahmad Mirzo, Farg'ona podshohi Sulton Umar Shayx Mirzo padar buzrukvorlari Yunusxonning kuyovlaridir. Aqllari Sulton Mahmudxon Toshkent diyorining xoni. Nechuk o'zlarini yolg'iz, ojiz sanaydilar. Qaysi tarafdan yordam so'rsalar, ular qo'l qo'yishtirib turmaydi. Bas pir ustoz. Peqirning bir Allohdan boshqa har qanday kishidan yordam talab qilg'isi yo'q. Insofimga duo qilsinlar. Hazratim sultonga qarab ketdi. Uning mijozi bo'g'illarga tortibdi dedi. Ustozim, duo bersinlar. Amin. Qibliga yuzini qilgan Xo'ja Muhammad Fizoliddin hazrat o'rnidan turib duoga qo'l ko'tardi. Ey osmon zaminni yoritib, barliq mahluqotni o'z o'rni bilan xalq etgan ulug' Parvardigorim, ko'plarning qatorida Sulton Ahmadxonni omon qilg'aysan. O'zing in'om qilgan bandalarning yo'liga boshlab, padar buzruklar bilan salomat didor muloqot qilg'aysan. Kelgusida uni bu kang diyorimizga adolatlik podshoh qilib bergaysan. Birahmitki yo arhamar rohimim. Alam o'tida bag'ri puchonib turgan Sulton Ahmadxonning ko'zlaridan ikki qatr yosh sirg'ib saqlaga tushdi. U o'zini uzatmoqchi bo'lgan ustozining qo'ltiqidan yulab minib, bu cho'ng xoniqaning darvozasi oldiga keldi. Xo'ja Muhammad Fizoliddin o'z g'ayribxonasiga alohida yo'qlab kelgan Sulton Ahmadxonning bir piyola sinchaymi ichmay qaytib ketayotganligidan ko'ngli yerim bo'lgan edi. U parishon malol Sulton Ahmadxonni shundaqla o'zitib qo'yishga ko'ngli qiymaydi dedi. Sultonim, noumid shaytondir. Hargiz umidsizlanmasizlar. Bu olam uzun olam. Qo'lga kelgan toju taxtning qo'ldan chiqib ketishimi, yana qo'lga qaytib kelishimi taqdiriy qismatdir. G'ayratlik, jur'atlik bo'lish lozim. U saqlin tutamlab bir narsa esiga tushgandek so'radi. Bu qitim tug'ilgan farzandlarining ism sharifi nima edi? Saidxon. Sal ruhlanib javob berdi Ahmadxon. Qutlug' qismkan, Janobi Alloh muborak qilsin. Men har kun kechida tahajjud namozidan forig' bo'lganimda Shahzodaga duo qilaman. Umrim yor bersa, o'z tarbiyatimga o'rg'ayman. Xudo rahmat qilsin pir ustoz. Sulton Ahmadxon namoz shamga chiqqan azonni anglab, Xo'ja Muhammad Fizoliddinning kaynidan masjidga qarab mandi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzohid Kerimi,
Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidaxon nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.